Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızın görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Xitay bir yılda atalmış terrorluq guruhidan 181'ni yo'qotganligini e'lon qildi. Xitay Sharq Turkistonda bir yil davomlashgan zarb berish harakatida jami 181 atalmış terrorluq guruhini yo'qotganligini xabar qildi. Xitay axborot vositalari dushanba kuni Sharq Turkistonda bir yil davomlashgan zarb berish harakatida jami 181 atalmış terrorluq guruhini yo'qotganligini xabar qildi. Xitay Uyg'ur musulmonlarga hayva ko'rsatib, zo'rlik qilish orqali Uyg'urlarning Xitoyga qarshi kayfiyatini yo'qotish maqsadida elib borgan bu harakatini 2014-yili 5-oyning 23-kuni, ya'ni Urumchidagi bir attiganlik bozorda o'zini qo'shib portlatish voqeasi yuz berib, atisi boshlagan edi. Garchi Xitoy bu zarb berish harakati orqali terrorlikqa qarshi turadiganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, mohiyati Uyg'urlarga qarata bostirish harakati elib bormoqda. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilari Xitoyning bu harakatining Uyg'urlarni bostirish uchun elib berilganligini ilgari surmoqda. Xitoyning zuoni bo'lgan Xalq gazeti Sharq Turkistondagi Xitoy JX organlarining o'tgan yili 5-oyning 23-kuni boshlagan maxsus zarb berish harakatida bu yil 4-oyning 30-kunigacha jami 181 terrorlik guruhini yo'qotganligini, 112 nafar qochib yurgan kishining o'zini ma'lum qilganligini, bu guruhlarning 96%dan ko'progining planlash bosqichida yo'qotilganligini xabar qildi. Lekin Xalq gazetining xabarida bu guruhlarning qanday voqea faoliyatlarga chetishlik ekanligi va boshqa munosabatli tafsilotlari berilmagan. Ammo Xitoy bu harakatning qonun tartiblariga asosan elib berilganligini da'vo qilgan. 5-oyning 25-kuni Fransiya axborot agentligini o'z ichiga olgan nurg'un chet el axborot vositalari bu to'g'risida xabar berdi. Fransiya axborot agentligi Xitoyning bu harakatining xalqarodagi kuzatuvchilarning diqqatini tortganligini, bu harakatning kamsitish xarakteriga ega ekanligini ilgari surdi. Xabarda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning bir qism diniy va turmush odatlariga qarata bostirish elib borganligi bu yil 3-oyning 9-kuni Qashqar viloyatlik sud mahkamasining saqal qo'ygan va chumbal taqagan Uyg'ur ayolga qarata sud ochib, eriga 6 yillik, ayoliga 2 yillik qamoq jazosi berganligi tilga olingan. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining qarashicha, Xitoy bu siyosat tadbirlarini xalqni qo'rqitish, yurak zodi qilish, vahima silish maqsadida yurgizgan. Lekin bu xalqimizning Xitoy tajovuzchilariga, umuman Xitoylarga bo'lgan o'chmanligini oshirib, chek-chegaraning ayrilishiga sabab bo'lmoqda. Xitoylar bilan birga yashash ehtimolligining faqat yo'qligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy atalmış Millatlar İttifaqligi faoliyatini zo'rlab o'tkazmoqda. Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi joylarida zo'rlab o'tkazib kelayotgan atalmış Millatlar İttifaqligini kuchaytirish faoliyatining bu qatimqi bekiti Shayar nahiyasi to'y bo'ldi yesi bo'ldi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Shayar nahiyasi to'y bo'ldi yesining yezi bozorida atalmış har millat xalqi ittifoqligini kuchaytirish faoliyati o'tkazib, Uyg'ur dehqon ayollarni har xil tamoqlarni atkizib, ko'chman Xitoylarga tetutqizgan. Tangritog' to'rining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur abnum rayonining 33-qitimliq millatlar ittifoqligi tarbiyasi ayi faoliyati boshlangandan buyon Shayar nahiya to'y bo'ldi bozori millat orasidagi tushunish va o'zaro qo'llashni yanada ilgari surish uchun turli shakldagi madaniyat tantarbiya, ko'ngil ochish faoliyatlarini keng qanot yaydirib, atalmış millatlar ittifoqligi tarbiyasi ayi faoliyatini o'tkazganligini bildirgan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda bir yillik qattiq bostirib, atalmış terrorizmga qarshi turish uchun diniy asabiylikni tugatishni bahona qilib, Uyg'urlarni dinsizlashtirish uchun har xil san'at faoliyati, dinga qarshi nutq so'zlash musobaqalari, har xildagi o'yin qatorliqlarni Uyg'urlarga majburiy o'yintib kelmoqda. Shu qatorida atalmış millatlar ittifoqligini bahona qilib, Notuvon Uyg'ur ayollarga har xil yemakliklarni pishirg'izib, yalong to'sh Xitoylarga yegizmoqda. Xitoy Charchan nahiyasida go'zal mahirlarni tanlash musobaqasi o'tkazdi. Xitoy ishg'olchilari atalmış asabiylikni tugutish shuari ostida elib berayotgan dinsizlashtirish tashviqotini davomlashtirmoqda. Xitoy ishg'olchilari atalmış asabiylikni tugutish shuari ostida elib berayotgan dinsizlashtirish tashviqotini davomlashtirmoqda. 5-oyning 22-kuni Xitoy Charchan nahiyasida atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligini tabriklash, milliy urf-odatimizni namoyon qilish, atlas ko'ynaklik sohib jamollarni tanlash musobaqasi va zamonaviy ayollarning go'zallik qurilishi kiyim-kechak loyihalash musobaqasi o'tkazgan. Xitoyning 1 yildan buyon atalmış terrorlikqa qarshi turish bahonasida bostirish elib berishi va nurg'unlagan islomiy va an'anaviy odatlarni cheklash bilan bir vaqtda
musulmon ayollarga islomga butunlay zid bo'lgan kiyim-kechaklarni kiygizib, ularni ommaviy sahnalarga chiqarib, kollektiv to'y, model musobaqasi va buningga o'xshash bema'ni faoliyatlarga uyushtirishi Sharq Turkistondagi moddiy va ma'naviy zulmning naqadar kuchayganligining ro'shan ifodasi. Xitoy Aqtashliq kitobida Sharq Turkiston mustaqilligining Xitoyga xavf bo'layotganligini ko'rsatdi. Xitoy yaqinda e'lon qilgan Aqtashliq kitobida Sharq Turkiston mustaqilligini Tayvan mustaqilligi va Tibet mustaqilligi bilan bir qatorda xavfsizlik tahdidi deb tilga oldi. Xitoy seshanba kuni Xitoyning harbiy strategiyasi nomli Aqtashliq kitob e'lon qildi va Sharq Turkiston mustaqilligini Tayvan mustaqilligi va Tibet mustaqilligi bilan bir qatorda xavfsizlik tahdidi deb tilga oldi. Xitoyning Aqtashliq kitobida bevosita Uyg'urlar yoki atalmish avtonom rayon tilga elinmagan bo'lsa-mu, lekin yaqinqi yillardan buyon Xitoy Uyg'ur musulmonlarini Sharq Turkiston, Xitoy ichkiri o'lkalari va xalqaro bostirishdagi bahonasi qilib olgan terrorlik, bo'lginchilik, jamiyat muqimligi qatorliq iboralar ko'p o'rinda ishlatilgan. Hamda Sharq Turkiston mustaqilligining Xitoyga xavf bo'layotganligi tilga olingan. Yana kelib Xitoy Sharq Turkistonda qurolli soqchi, hatto ba'zi armiyasini ishga solib bostirish elib bormoqda. Xitoy armiya soqchilari Uyg'urlarni terrorlikqa qarshi turish nishoni qilib olgan. Xitoy burun terrorlikqa qarshi turish iborasini ishlatgan bo'lsa, yaqindan buyon terrorlikqa qarshi urush degandek atalg'ularni ishlatmoqda. Bu kitobning Xitoy davlatining hozirgi xavfsizlik vaziyati degan qismida Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi Xitoy Janubiy dengizi egilik huquqi masalasini ko'radigan holda o'tirg'i chiqqan Amerika va Yaponiyani asos qilgan bir qism davlatlar bilan bo'lgan jiddiy munosabati va Tayvan mustaqilligi masalasi bayon qilingandan keyin bo'lgunchilik va terrorlikning yamrayotganligi, Tibet mustaqilligi va Sharq Turkiston mustaqilligi tilga olingan. Uningdan boshqa terrorlik faoliyatlarining kun sayin kuchayib, andish paydo qilayotganligi, milliy, diniy masalalarning murakkablashayotganligi, bir qism rayonlarda pat-pat kichik tipdagi jang va to'qinishlarning yuz berib turadiganligi bayon qilingan. Xitoy armiyasining strategik vazifasi degan qismda bo'lgunchilik va terrorlikning singib kirishiga qarshi turishni kuchaytirib, Xitoyning siyosiy bexatarligi va jamiyat muqimligini qo'g'dash Xitoy qurolli kuchlarining asosli strategik vazifasi deb ko'rsatilgan. Xitoy qurolli kuchlarining qurilishi va taraqqiyoti degan qismida qurolli soqchi qismining terrorlikqa qarshi turish va jamiyat muqimligini saqlash iqtidorining o'stirilganligi tilga olingan. Xitoy Sharq Turkistonda ig'ir tipdagi qurollar bilan manevr o'tkazdi. Xitoy armiyasining Sharq Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi manevr o'tkazganligi xabar qilindi. Bu manevrga qurolli tikuchar aeroplan va tankga qarshi raketa qatorliq ig'ir tipdagi qurollar qatnashtirilgan bo'lib, Xitoy doiralarining yuqori besimli siyosatini texmo kuchaytirganligi bildirildi. 27 may Xitoy davlat qarmog'idagi televiziya kanalida Xitoy armiyasining Sharq Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi manevr o'tkazganligi xabar qilindi. Qurolli tikuchar aeroplan va tankga qarshi raketa qatorliq ig'ir tipdagi qurollar ko'rsatilib, Xitoy doiralarining yuqori besimli siyosatini texmo kuchaytirganligi bildirildi. Aminati bo'lsa, Xitoy Sharq Turkistondagi masalani atalmish terrorlik darajasiga ko'tarib, to'qinishni texmo ig'irlashtirmoqda. Necha kun burun Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi bir yilga so'zilgan qattiq zarb berish harakatida 181 atalmish terrorlik guruhini yo'qotganligini e'lon qilgan edi. 5-oyning 27-kuni Xitoy markaziy televiziya kanalida harbiylarning Sharq Turkistonda armiylashtirilgan terrorlikqa qarshi manevr o'tkazgan ko'rinishini tarqatdi. Ko'rinishlarda qurollangan tikuchar aeroplanning boshqa aeroplanlar to'pi bilan birlikda aholilar o'ltiraq binosiga taqlidiy hujum qilgan ko'rinishi va tankga qarshi raketa qatorliq jang maydonida ishlatiladigan qurollar orqali manevr elib borgan ko'rinishlar ko'rsatilib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi qurolli bostirish siyosatini texmo kuchaytirganligi namoyon qilingan. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va kuzatuvchilar Xitoyning bostirish va zo'ravonlik siyosatini yo'l qo'yib qolmasdan, yana qonun ijro qiluvchilarining zo'ravonlik bilan harakat elib berib, ig'vogarchilik qilishi Sharq Turkistondagi to'qinishlarning texmo kuchayishiga sabab bo'layotganligini ilgari surmoqda. Xitoy din va milliy madaniyatga qattiq cheklimlarni qo'yib, ig'ir tipdagi qurollar bilan hayva qilayotgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urning yurki pok-pok degandek Uyg'urlarning pichoq va sarangi qatorliq turmush buyumlarini erkin azodi setib olishiga yo'l qo'ymaydi. Gollandiyadagi Uyg'urlar dala faoliyati elib bordi. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bolalarga madaniyat va jamoatlashish tarbiyasi elib berish uchun 24-may yakshanba kuni dala faoliyati o'tkazdi. 24 may yakshanba Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bolalarga madaniyat va jamoatlashish tarbiyasi berish,
Uyg'urlar orasidagi aloqani kuchaytirish, yozning illiq havosidan bahramand bo'lish maqsadida O'tirixning Sos tiyesisidagi bir o'rmonlikda jamiyatga qarashli o'qituvchi o'quvchilarga yozliq dala faoliyati o'rnashtirgan bo'lib, faoliyat o'tgan yillardagiga o'xshashla intayin jonliq va xo'shal kayfiyatda o'tkazildi. Faoliyatga qatnashgan o'quvchilar Yevropa Sharq Turkiston ma'rif markazidagi ona til maktabiga Gollandiyaning har qaysi shaharlaridan kelib, ona til, din, madaniyat o'rganayotgan Uyg'ur o'quvchilar bo'lib, ular faoliyat boshlangandan oxirlashganga qadar intayin xushal kayfiyatda ko'nglashdi. O'qituvchilar bilan birlikda bir maydon to'p musobaqasi o'tkazdi. Hamda Uyg'urlarning yerli tamoqlaridan kavob, sho'rpa, suyuqosh qatorliq tamoqlar bilan ziyofat berilgandan keyin xo'shal xo'ram holda uylariga qaytishdi. Faoliyat orqali bolalarning Uyg'ur madaniyatiga va jamoatlashishining ahamiyatiga bo'lgan tonishi oshdi. Faoliyat jarayonida bolalar va cho'nglar o'zaro ona tilda paranglashib, ona tilining huzurini his qilishdi va zerikkan ko'ngillari qarindoshlar bilan jam bo'lish orqali orom topdi. Faoliyat kuch soat 12 da boshlanib, kech soat 9 gacha davomlashdi. Biz bu vaqtda Yevropa Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining tashviqot ishlari mas'uli Husayn Tajalli bilan suhbat edib bordik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiga qarashli ona til maktabimizda hozir qadar arablarni, turklarni va uyg'urlarni asos qilgan holda 65 nafar o'quvchi talabimiz o'qib yetishib chiqyapti. Bu o'qishni boshlagandan beri biz har yili shundaq dala faoliyatlari yozda va qishda har xil sotsial faoliyatlarni o'rinlashtirish orqali mush o'quvchilardagi bo'lib Uyg'ur o'quvchilardagi o'zaro qarindoshlik, o'zaro tushunish, o'zaro hamkorlashish degandek ijtimoiy harakatlarni ro'yobga chiqarish uchun shundaq faoliyatlarni o'tkazib kelyapmiz. Bu qitimki faoliyatimizmi Gollandiyaning O'tirix shahridagi shaharninki Zes yesidagi bir o'rmonlikda bir kunlik faoliyat o'tkazdik. Faoliyatimiz nihoyat yaxshi elib berildi. Faoliyatda bir qitimlik to'p musobaqasi o'tkazdik. To'p musobaqasimi nihoyat yaxshi qizdi. O'quvchilar intayin xushal kayfiyatda bir qitimlik musobaqaga qatnashdi. Uningdan boshqa bizningki yerlik tamoqlarimizni shu o'rmonlikda dala tamoq qilib, suyuqosh, sho'rpa, kavob degandek tamoqlar bilan o'qituvchi ustozlar va ba'zi o'quvchilarningki ota-onalari bu yerga yig'ilib biz o'zaro bir qitimliq nihoyat yaxshi bir qarindoshlik faoliyati o'tkazdik. Endi bu faoliyatning ahamiyati intayin cho'ng deb o'ylayman, chunki Yevropa dunyosida Uyg'ur o'quvchilarning bir yerga kelib qarindoshlik tushunish masalalari biroz qiyinga to'xtaydi. O'quvchilarimiz Gollandiyaning har qaysi viloyatlaridan kelgan bo'lganligi uchun hatto ba'zi o'quvchilarimiz 180 kilometr, 200 kilometrga yaqin yiroqliklardan keladi. Ya'ni har viloyatdan keladi. Shunga o'quvchilar odatda mana shundaq faoliyatlarda va yoki haftada bir qitimliq yig'ilib o'qigan darslar bilan ko'rishalaydi. Boshqa vaqtlarda asosan yüz ko'rishish ehtimoli nihoyat tez bo'ladi o'rinninki turayotgan uylarninki jiroqligi tufaylidan. Shuning uchun bunday faoliyatlar orqali har tarafdagi qarindoshlarning davomli bir yerga kelib Uyg'urlarning bir yerda yashash imkoniyati bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo bir yerga kelib oyda, haftalarda va yoki yillarda mana shundaq to'planish, dala faoliyati, bog'chaga berish va yoki ma'lum namoyishlarga ib berish va yoki o'zaro suhbat, to'plantilarni, yig'inlarni tashkillash orqali shu yoshlarni bir ijtimoiy birlik hosil qilish, qarindoshlik hosil qilish va kichik o'smirlarni kichkidan boshlab cho'ng bo'lgan qadar Uyg'urlar orasida o'zlarining qarindoshlari orasida bir ittifoqlik, birlashish, qarindoshlikni hosil qilish uchun mana shunday faoliyatlarning ahamiyati nihoyat cho'ng deb qarayman. Sharq Turkistonlik o'smirlar Türk Dunyosi bolalar bayramiga qatnashdi. Türk Dunyosi izdinish va tadqiqot vaqfi tarafidan bu yil 21 qitimliqqa elib berilgan Türk Dunyosi bolalar bayrami murosimiga Sharq Turkistonlik o'smirlarmi taklif bilan qatnashdi. Türk Dunyosi izdinish va tadqiqot vaqfi tarafidan bu yil 21 qitimliqqa elib berilgan Türk Dunyosi bolalar bayrami murosimiga Sharq Turkistonlik o'smirlarmi taklif bilan qatnashdi. 21 navbatlik Türk Dunyosi o'smirlar faoliyatida Uyg'ur o'smirlarimi numur ko'rsatdi.
23 maydan 27 maygacha 5 kun davom qilgan faoliyatda Istanbulning Kadıköy, Bakırköy qatorliq bir qancha rayonda ayrim holda yurish faoliyati elib bordi. Faoliyatga Türk dunyosining o'xshamagan jo'g'rafiyalaridan kelgan 500 ga yaqin o'smir o'z xalqining bayroqlari va milliy kiyimlari bilan yurish qildi. Bu faoliyatga Uyg'ur o'smirlarga vakolatan İstanbulda yashayotgan Uyg'ur farzandlaridan 20 o'smir taklif bilan qatnashdi. Ayoltuzluq ko'k bayroq va Sharq Turkiston turklari deb yozilgan taxtini ko'targan Uyg'ur o'smirlar yarışımlıq milliy qiyofatlari va jarangliq ovozda "Yoshsun Sharq Turkiston mustaqilligi" deb to'g'lagan shiorlari bilan yo'l bo'yi qizg'in olqishlarga sazovor bo'ldi. Nurg'un kishilar bu bolalar bilan birga mingish va birga shior to'plash uchun guruh sepining orqa va oldida yugurishdi. İstanbul Sug'utli Chashmadagi Ihson Sungu boshlang'ich maktab oldidan boshlab Kadıköy port maydonigacha yurish qilgan Türk dunyosi o'smirlariga İstanbul vali yordamchisi Yusuf Ziya Qarajaov, Türk dunyosi tadqiqotlari fondining raisi Ko'zxon yozgan, Kadıköy nahiya hokimi Berol Kurbal qatorliq rahbarlarimo hamroh bo'ldi. Yurish oxirlashgandan keyin Istiqlol marshi o'qildi. Keyin İstanbul vali yordamchisi Yusuf Ziya Qarajaov so'z qilib, Türk dunyosi do'stligining o'rtaq mavjudiyatligi va o'rtaq qimmat qarashlar ustiga qurilganligini bildirdi. U bu faoliyatning ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: "Bizlarni bir-birimizga yaqinlashtirgan omil tarixiy va madaniyat munosabatlarimizdir. Shundaqla bu yerga jam bo'lgan birligimizni ko'rishga shohid bo'lishdir. Sizlarning bu tantana faoliyat bilan bir yerga jam bo'lishinglar birligimizning, muhabbat rishtimizning, qarindoshlik, do'stlik munosabatlarimizning kuchlanishini qo'lga keltirdi. Sizlarning o'zaro hamkorlashish va qarindoshlik ruhi hayot bo'yicha barobarlik va o'zaro bir-biriga hurmat qilishni asos qilgan holda olg'a ilgirlashga davom qiladi." Bu faoliyatni uyushtirgan Türk dunyosi tadqiqotlari fondining raisi Ko'zxon yozgan, faoliyatga qatnashgan o'smirlarga xitob qilib, o'smirlarning bu faoliyat jarayonida o'zaro o'rnatgan do'stligining davomlashishiga tilakdoshlik bildirdi va mundaq dedi: "Türk dunyosining o'smirlari, sizlar Türk dunyosining kelajagi. Mushundaq qaraydiganliginglarga va mushundaq yetishib chiqadiganliginglarga ishonchimiz komildir. Qarindoshlar aro quchoqlashinglar. Bu yerning sizlarning vataninglar ekanligini, o'xshash millatning avlodlari ekanliginglarni, o'xshash tilda so'zlashadiganliginglarga shohid bo'linglar. Bu qarindoshlik munosabati texmo kuchlansin. Tilda, fikrda, ish harakatda birlik bo'lish qarindoshlik munosabati bilan amillashidi. Türk millati mushundaq qilish orqali tarixdagi yuqori o'rniga yangidan ega bo'ladi." Bu faoliyat jarayonida Türk dunyosining har qaysi joylaridan kelgan o'smirlar o'z xalqining milliy an'anaviy o'yinlarini taqdim qildi. Türk dunyosi o'smirlar tantanasi faoliyatlarining nomer ko'rsatish programmasi 27 may chorshanba kuni İstanbul bog'chilaridagi Olimpik tantarbiya maydonida o'tkazildi. Türk dunyosining har qaysi jo'grafiyalaridan kelgan o'smirlar o'z xalqining har xil milliy xalq san'atlarini taqdim qildi. Uyg'ur o'smirlarimo san'at nomer ko'rsatib, qizg'in olqishga erishdi. Bu faoliyat TRT ovozi televiziya kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatildi. Biz bu faoliyat to'g'risida texmo ko'p ma'lumotga ega bo'lish uchun Uyg'ur o'smirlarini faoliyatga tartiblagan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining ayollar bo'limi boshlig'i Munavvar o'z Uyg'ur xonim bilan suhbat elib bordik. Türk dünyası balalar faaliyeti bu yıl 21. qatımlıq ötküzülgen faaliyet bulup, bu faaliyet İstanbul'da, Türkiye İstanbul'da hizmet elip beriyotgan Türk dünyası izdiniş ve tədqiqat vakfı tarafından elip berilgan faaliyet 20 ve 21. qatımlıqıga Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti'deki kurslarda okuyatgan okuğucularımız, yaş ösmürlerimiz resmi bir grup şeklinde teklif bilen qatnaşıp kelyapti. Bizning yani 17 kişilik bir grupa 2 günlük resmi faaliyetga qatnaşdı. Yani düşenbe günü 25 may günü bizning bir grupumuz yani biz tarafdan teşkillengen ve bu vakfı tarafından davet kılıngan, teklif kılıngan grupumuz İstanbul'un Asya kıtası tarafındaki Kadıköy rayonunda Sügütlü Çeşme'den Kadıköy rayonu sahil boyu meydangacha yani her qaysi devletlerden kelgen Türk dünyasının ösmürleri bilen yani 500 artıq ösmürler bilen yani bayrakları ve özünün lozunkaları bilen yürüyüş elip badi. Kişini hoşal kıldığan bir görünüş boldu. O bosumun bizning bayrağımız yani sahnenin en yukarı kısmıga yani orlaştırılgan bulup bizningdan bir tala ösmür tanlanıp sahnenin en yukarı bayrağının üstünde en çoğun bayrağımızını lapildatip ta ki faaliyetinin başına ahırıgacha bu bayrak bilen özümüzün mevcutluğunu, yani bir devlet şeklinde mevcutluğumuzni o yerde ilan kılıp turdu. Bu
bu faaliyetinin ikinci bir önemli, yani mühim bir noktası. Bu faaliyette İstanbul'daki çoğu faaliyet organlarından biri olan Bağışlardaki Olimpiyalik faaliyet zalida Türk dünyasının her qaysı dövlətlərdən kelgan ösmirlər bilan birgə bizning balalarımızmı yeni təklif bilan kelib bu yerdə özlərinin numaralarını köstüş fəaliyyətlərə qatnaşdı. Numara köstüş fəaliyyətindən burun bütün dövlətlərin paradını ötküzüş fəaliyyətidir. Yine bizningki Şərqi Türkistanlıq ösmirlərimiz Şərqi Türkistan dövləti degan lozungini aldı götürüş bilan birgə ən çoğ bayrağı bilan naq maydanda görünüşdən ötdü. Şundaqla 16 Türk dünyası çoğ dövlət, cumhur dövlətlərinin qatarında ən çoğ bayraklar bilan 16 Türk dövlətinin qatarında aldın qısatdan yer alıb, iyada ismi təntəni bilan e'lon qilindi. Bu Türk dünyası ösmirlər təntəni fəaliyyətiga qatnaşışımızın mundaq bir qancha tarafdan nəhayət mühim əhəmiyyəti var. Çünki biz bu fəaliyyətə bir qancha ildən beri grup şəklində qatnaşıb kelyapmiz. Fəaliyyətlərimizin ən aldıda bizə gövdələndirməkçi bolğan bir nöqtəmiz. Yəni Şərqi Türkistan bayrağını dövlət bilan birgə, yəni xalqara etiraf qıldırış, haqqı tanıtış və Şərqi Türkistanның, yəni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın daimi əzası bolğan Xitay hökuməti tərəfindən valahlığına oxşaş bir dövlət emas, bir kiçik bir rayon yoki bo'lmasa azaldan Xitayning tupuruqi degan bir səfsətiga ən canlıq bir rəddiyə beriş. Bizning maqsadımız bu. Yani şundaqla ularning assimilyatsiya astiga, zulmü astiga elib algan Şərqi Türkistan dövlətinin azaldan tarixdan bir müstəqil dövlət ekanligini, özünün bir bayraqı barlığını, özünün bir özüge xas medeniyetinin barlığını, özünün özüge xas bir tarixi barlığını biz bu balalarımız ve fəaliyyətlərimiz arqılıq uqtirishni asosiy maqsad qilib kelyapmiz. 28 Mayıs Türk dünyasından kelgan ösmirlər təntənisi fəaliyyətininki axırqı günüydü. Bu günge İstanbul'un valisi kelgen ve ösmirler ve ösmirlerinin o'qituvchilarının vekillerini qabul qiladigan gün bulup Şərqi Türkistan ösmür grupsidan qatılgan ustaz ve bir tane öğrenci, yani bir o'quvchi bu faaliyetke Şərqi Türkistanlıq o'quvchilar ve o'qituvchilarga vakolatan taklif bilan qatnaşdı. Vekiller saat 10 etrafında İstanbul Vali binasının aldığı elip gelindi ve vali yardımcılar tarafından İstanbul Valisi'nin çetellik mimarlarını küçük sağlığa kabul kılındı. Vali bizni ko'rgandan nahayati memnun bo'lib, va alaykum assalom. Men bu Şərqi Türkistanlıq qarindoshlarimga qizg'in salom yo'llayman. Sizlarni bu yerga ko'rganligim uchun to'lim xushal bo'ldim. Dedi ve hediyemizni ko'rgandan keyin ve onun Yusuf Xas Hacibning resimlik bir topishganligini ko'rgandan keyin o'zining to'limi memnun bo'lganligini bildirdi ve qayta uningga sinchilab qaragandan keyin sizlarning bu hadiyanglarga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman dedi. Uningdan keyin sahnadan ayrildigan vaqtda menden bütün Şərqi Türkistanlıq qarindoshlarimga qizg'in salomimni yetkazib qo'yinglar deb buni havola qildi. Ortak Aql Munbiri yığını ötküzüldü. Şərqi Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti bu yığınıga qatnaşqan 203 təşkilatının qatarıdan o'rin aldı. 27 may Türkiyədəki 203 el işi ictimai təşkilatının vəkilləri birlikdə Ortak Aql Munbiri namida yığın ötküzdü. Yığında bu 203 təşkilat birlikdə hazırlagan dokulat o'qib o'tildi. Dokulatda 27 may hərbi özgürlüşə ayıplanıb, Türkiye'nin normallaşışı ve muqimligiga chaqiriq qilindi. Şərqi Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti bu 203 ictimai təşkilatının içindən o'rin algan bo'lib, cemiyetin reisi Hidayetullah Oğuzxan ve cemiyet baş naziri Abdulhakimxon Mahsumajim bu yığın qatnaşdı. Yığın Haliç Kongre merkezi ötküzüldü. Yığında bu 203 ictimai təşkilat milletin iradesini yo'qotmoqchi bo'lganlarga qarshi birlashganligini bildirdi. Ma'murlar uyushmasining raisi Ali Yalchin bu təşkilatlar birlikdə hazırlagan dokumentni o'qib o'tdi. Ali Yalchin xalq irodasini e'tiborga olmaydigan kuchlarga qarshi turish, xalq irodasiga qarshi to'zaqlarga tushmaslik, tahdidlar va tuhmatlarga qarshi turish, to'zaqlarning qurilishiga yo'l qo'ymaslik qatorliq mazmunlarda so'z qildi. U so'zda millatning irodasini o'g'irlamoqchi bo'lgan xalqaro kuchlarga
va shu xalqaro kuchlarga hamkorlashayotgan yaloqchilarga qat'iy fursat bermaymiz dedi. U yana biz ommaviy tashkilot vakillari bo'lish sifatimiz bilan butkul xalqimizga va ovozimizni anglagan barliq kishilarga hozir jiddiy bir jarayonni beshimizdan o'tkazayotganligimizni, davlat va millatning umumiy o'zgarish ruhiga uyg'un harakat qilishimiz, mas'uliyatchanlikni ado qilish uchun tirishishimiz kerakligini tashabbus qilaman dedi va mas'uliyatchanlikni ado qilishning 6-oyning 7-kuni o'tkaziladigan saylamda millatga to'g'ri vakillik qila oladigan siyosiy partiyaga bilet tashlash ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bu faoliyat Turkiya xolisona tashkilotlar vaqfi, Islom dunyosi ommaviy tashkilotlar birligi, ommaviy tashkilotlar hamkorlik munbiridan iborat 3 tashkilotning tashabbusi va o'rinlashtirishi, 203 tashkilotning qo'llab-quvvatlashi va vakil qatnashtirishi bilan o'tkazildi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bu faoliyatni qo'lladi va jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan bosh nozir Abdulhakimxon Mahsumajim yig'inga ishtirok qildi. Xitoyning Xi'an shahrida musulmonlar oshxonalarida aroq setishga qarshi namoyish elib berildi. Necha minglagan musulmon tunganlar Xitoyning Xi'an shahridagi musulmonlar oshxonalarida aroq setishga qarshi namoyish elib bordi. Namoyishchilar musulmonlar oshxonalarida aroq ichish va setishning cheklanishini talab qildi. Halbuki Xitoy doiralari texi bir oy ilgari Sharq Turkistonning Xotan viloyatida musulmonlarning oshxona va talla bozorlariga aroq tamaki selishini majburiy yo'lga qo'ygan edi. Shanba kuni kech necha minglagan musulmon Xitoyning Xi'an shahrida musulmoncha deb yozilgan oshxonalarda aroq setishga qarshi namoyish elib bordi. Gerçi Xitoy axborotlari necha yuz kishining namoyish elib borganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, lekin ijtimoiy aloqa uchur vositalarida tarqalgan rasmlardan namoyish qatnashgan kishilarning necha mingga yetadiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bir plakatga keyingi avlodlarimiz uchun musulmonlar va musulmoncha oshxonalar aroq ichishdan hamda aroq setishdan cheklanishi kerak deb yozilgan. Bir qism namoyishchilar Xi'anning tunganlarni asos qilgan rayonidagi halol deb yozilgan do'kon egalari bilan jadallashib qolgan. Bu rayondagi tungan musulmonlar halol yemekliklarini sotadigan ko'cha yaqinqi yillardan buyon sayohatchilar bilan obodlashgan bo'lib, islomiy qimmat qarashini yo'qotib, aroq sotadiganlarning ko'payib qolganligi tanqidga uchragan. Egilnicha ko'p qitim nasihat qilib, unumi bo'lmagandan keyin keng ko'lamlik namoyish elib berilgan. Ishg'olchi Xitoy doiralari texi bir oy ilgari Xotan shahrining Laskoy yezisi qarashliq Oqtosh kentida bir uqtirish chiqarib, tijorat bilan shug'ullanayotgan oshxona talla bozorlarining 1-maydan e'tiboran do'konlarga 5 xil aroq turi, 5 xil tamaki turi qo'yishga hamda tamaki va aroqni do'konga kirganlarning oson ko'ziga cheliqadigan o'ringa qo'yish kerakligi to'g'risida uqtirish chiqarib, buyruq qilgan edi va bu buyruqni ijro qilmagan do'konlarning pechatlanib taqib etilganligi do'kon egasining siyosiy qonun mas'uliyatini qattiq surishti qildiganligini bildirib tahdid solgan edi. Turkiya yangi aerodromiga Salahiddin Ayyubi deb nom berdi. Türkiye'nin Çigra vilayetideki Hakkari aerodromi Kurt milletinden bo'lgan Quddusning fatih qilguvchisi Salahiddin Ayyubining nomi bilan ataldi. Türkiye'nin Çigra vilayetideki Hakkari aerodromi Kurt milletinden bo'lgan Quddusning fatih qilguvchisi Salahiddin Ayyubining nomi bilan ataldi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan ve Baş Ministri Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin şarkı janubiy qismidagi Hakkari vilayetining Yüksek Ova rayonida Türkiye'nin 55. aerodromining içilish murosimiga qatnashdi. İçilish murosimida so'z qilgan Baş Ministr Davutoğlu, Reis Erdoğan bilan maslahatlashib, Yüksek Ova aerodromiga Salahiddin Ayyubi aerodromi deb nom berishni qaror qilganligini aytdi. U mundaq dedi: "Biz bu aerodromni Salahiddin Ayyubi deb atash orqali birlik va qarindoshlik uchurini yo'llayapmiz. Quddusning mangu Kurt, Türk, Arab va barliq musulmonlarga taba ekanligini jakarlayapmiz." Hakkari vilayeti Türkiye'nin sharqiy janubidagi Iroq va Iron bilan chegaralanadigan rayonga joylashgan. Davutoğlu'nun bildirishicha, bu aerodrom davlat ichiga mulozimat qilib qolmasdan Iroq va Iron qatorliq davlatlardan kelgan sayohatchilar va mehmonlarni kutib olishga ishlatilgan. Bu aerodrom qurilishi 2010-yili iyulda boshlangan bo'lib, 11,4 million turk lirasi, 4,3 million Amerika dollari mablag' selingan. Hazır mıyız? Selahaddin Eyyubi Havalimanı tüm kardeşlerimize, Hakkari'ye, Hakkarililere hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah.
Taliban o'tgan yili yo'qolib ketgan bir Xitoyning sin ko'rinishini e'lon qildi. Pakistan talibanlarining bir tarmoqi bo'lgan Jayshul Hadid qismi o'tgan yili 5-oyda Pakistanning g'arbiy shimolida yo'qolib ketgan bir Xitoyning sin ko'rinishini e'lon qildi. 5-oyning 24-kuni Pakistan talibanlarining bir tarmoqi o'tgan yili 5-oyda Pakistanning g'arbiy shimolida yo'qolib ketgan bir Xitoyning sin ko'rinishini e'lon qildi. Amerika Birlashma axborot agentligining xabar qilishicha, Taliban bilan munosabatlik bir qurolli tashkilot yakshanba kuni to'rda bir video e'lon qilgan bo'lib, uningdan 1 yil burun bu tashkilot tomonidan go'ro'ga elingan bir Xitoy sayohatchining Xitoydan o'zini qutqizib olishni talab qilgan ko'rinishi ko'rsatilgan. Bu sin ko'rinishini Amerika Birlashma agentligiga ta'minlab bergan bu tashkilotning ismi Jayshul Hadid Po'lat Temir qismi bo'lib, sin ko'rinishdagi erning taqi turqi o'tgan yili 5-oyda yo'qolib ketgan Hong Shudong ismli Xitoyning rasmiga mos keldi ekan. Garchi Hong Shudong ismli Xitoy deb qaralgan bu er Xitoydan tutqun qilguvchilarning talabini qabul qilib, o'zini qutqizib olishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin talab qilingan pulning aniq sonini tilga olmagan. Xitoy tarafdan egilinishcha, bu Xitoyning ismi Hong Shudong bo'lib, 1988-yili Xebi o'lkasida tug'ilgan. O'tgan yili 3-oyning 10-kuni Tibet orqali Nepalga chiqib ketgan bo'lib, hozirgacha qaytib kelganlik xotirasi yo'q ekan. 1 yil burun uning tutqun qilinganlik xabari tarqalgan, ota-onasi Beijingga berib munosabatlik o'rinlarga ko'p qitim inkos qilgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha hech qanday natijasi bo'lmagan edi. Xitoyning harbiy strategiya aqtashliq kitobi zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy seshanba kuni tushdan burun harbiy strategiya aqtashliq kitobini e'lon qilib, Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy kuchini kuchaytirganligini bildirdi. Xitoy seshanba kuni tushdan keyin harbiy strategiya aqtashliq kitobini e'lon qilib, Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy kuchini kuchaytirganligini bildirdi. Shu kuni yana Xitoy Janubiy dengizidagi 2 orolda mayak yasash qurilish boshlash marosimi o'tkazdi. Bu Amerika, Yaponiya va boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida qarshi inkos paydo qildi. Xitoy seshanba kuni Xitoy harbiy strategiyasi nomli aqtashliq kitobni tarqatdi. Bu Xitoyning 1988-yildan buyon 9-qatim davlat mudofaasi aqtashliq kitobi tarqatishi bo'lib, tunji qatim Xitoyning harbiy strategiyasiga munosabatlik aqtashliq kitob tarqatishi hisoblandi. Bu kitobda Xitoyning navbatdagi xavfsizlik vaziyati, armiyaning burchi va strategik vazifasi, aktiv mudofaa strategiya prinsipi, harbiy kuch qurilish taraqqiyoti, harbiy kurash hozirligi va harbiy xavfsizlik hamkorligi qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Bu aqtashliq kitobda Xitoy dengiz, okean, havo, tor va yadro kuchini harbiy strategiyani taraqqiy qildirishdagi 4 cho'ng muhim nuqta deb ko'rsatgan. Kitobda Amerika va Yaponiyani alohida tilga olib, Xitoyning quruqlikni muhim bilib, dengizga sal qaraydigan an'anaviy tafakkur usulini o'zgartib, aktiv mudofaa holatida turadigan harbiy strategiya yurgizib, chegara sirtidagi manfaat bexatarligini qo'g'daydiganligi ta'kidlangan. Janubiy dengizdagi huquqini qo'g'dash uchun havo mudofaa qismlarining harbiy kuchini kuchaytirganligini va ilgariki o'zini qo'g'dash xarakterlik strategiyadan qo'g'dash va hujum qilishdan iborat qo'sh xil taktikaga o'zgartirganligini bildirgan. O'tgan chorshanba Amerikaning bir chorlovchi aeroplani Xitoy qurilish elib berayotgan orolning ustidan chorlash elib berayotganda Xitoy dengiz armiyasi 8 qatim ogohlantirish bergan. Xitoy Xitoyning havo tavalligiga kirganligini eskartgan. Amerika bo'lsa buning xalqaroliq havo tavalligi ekanligini ta'kidlagan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoyning bundoq bir vaqtda harbiy strategiya aqtashliq kitobini chiqarishdagi maqsadi boshqalarni sinab beqish bo'lib, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida elib berayotgan qurilish faoliyatlarining davomlashishiga ergashib, kelgusida Amerika bilan Xitoy orasida ba'zi to'qinishlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Amerikaning Osiyoga qaytish siyosatining maydoni Janubiy va Sharqiy dengizlarda bo'lib, bu masalalar hamon qaytadan o'tirg'i chiqadi. Kelgusida mayli kim Amerika prezidenti bo'lsin, Osiyoga qaytish strategiyasi hamon yurgizildi. Harbiy jihatdagi to'qinishdan saqlanish qiyin. Xitoy va Filippin, Vyetnam orasida to'qinish yuz berishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiyaning Amerika, Avstraliya harbiy manevriga qatnashishi bu 3 davlatning Xitoyning bu rayondagi qurilish faoliyatlariga qarata xavfsizlik hamkorligini kuchaytirayotganligining ifodasi. Kitobda yana Tayvan vaziyatining muqimligiga ta'sir ko'rsatadigan manbaning texi yo'qitilmaganligi tilga ilinib, Tayvan mustaqilligi kuchlari va ularning faoliyatlarining ikki qirg'oq munosabatiga eng cho'ng tahdid ekanligi ko'rsatilgan. Garchi yaqinqi bir necha yildan buyon ahvol xili yaxshilangan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning Osiyoga qaytishi va Tayvan ichki vaziyati bir qism o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga Tayvan mustaqilligi izchil Xitoy astoydil yuzlanmasi bo'lmaydigan masala bo'lib keldi. Yana kelib Xitoy bilan Amerika va Yaponiya qatorliq davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning kun sayin murakkablashishga ergashib,
Tayvan mustaqilligi kelgusida sal qarashga bo'lmaydigan o'tkir masalalardan bo'lib qoladi. Yaponiya tunji qatim Amerika-Avstraliya birlashma harbiy manevriga qatnashadi. Amerika va Avstraliya 7-oyda cho'ng tipdagi birlashma harbiy manevri o'tkazadi. Manevrga qatnashadigan harbiy amaldor va askarlarning soni 30 mingdan oshadi. Amerika va Avstraliya 7-oyda cho'ng tipdagi birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Manevrga qatnashadigan harbiy amaldor va askarlarning soni 30 mingdan oshadi. Yaponiya tunji qatim 40 nafar ofitser va askar avatib qatnashtirdi. Gerçi Yaponiya qatnashtiradigan odam soni ko'p bo'lmasa-mu, lekin mutaxassislarning qarashicha, bu Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida dengiz tindirib orol yasashi keltirib chiqargan jiddiy vaziyatda Amerika, Yaponiya va Avstraliya 3 davlat armiyalarining munosabatini texmo kuchaytirganligini namoyon qilish uchun elib borgan tadbiri hisoblandi. Amerika va Avstraliya har 2 yilda bir o'tkazib kelayotgan Tiltumar qilish nomli bu harbiy manevr dengiz ustida harakat qilish, suv va quruqlikda qo'nish, alohida qism jang taktikasi va shahar urushi qatorliq turlarni o'z ichiga oladi. Avstraliya Roy tadqiqot o'rni xalqaro xavfsizlik tadqiqot ishxonasining boshlig'i Grahamning qarashicha, Amerika bu qatim ittifoqdosh davlatlarni texmo ko'p qatnashtirdi. Yaponiya G'arbiy Tinch okeanining shimoliy qismida, Avstraliya bo'lsa janubiy qismida. Ikkisi nihoyatda simmetrik keladi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizida dengiz tindirib orol yasash qurilishini kuchaytirayotgan paytda bu 3 davlatning hammasi Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishlik rayonining dengiz va havo tavalligida erkin qatnashga nihoyatda ko'ngil bo'lganligini bildirgan edi. Lekin Yaponiyaning mudofaa vaziri Yaponiyaning Amerika-Avstraliya birlashma harbiy manevriga qatnashishining Xitoyga qartilmaganligini, aksicha bu ikki davlat bilan bo'lgan harbiy hamkorlikni kuchaytirish uchun ekanligini bildirdi. Bir qism xavfsizlik mutaxassislarining qarashicha, agar Xitoy Nansha taqim orollaridagi eng oz deganda bir harbiy aerodromning uchish yo'lini o'z ichiga olgan qurilishlarini tamomlasa, havo va quruqlikda cheklimlarni yurgizishi mumkin. Amerika davlat mudofaa ministri chorshanba kuni Amerikaning kelgusida davomli Osiyo Tinch okean rayonidagi asosli xavfsizlik kuchi bo'lganligini, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi orol yasash harakatini to'xtatish kerakligini bildirdi. Milliarder George Soros Xitoy iqtisodining ojizlashishi 3-dunyo urushini keltirib chiqardi dedi. 19-may Dünya Bankasının Beriton Ormanlıqı yığınida mablag' shohi deb nom olgan George Soros agar Xitoy iqtisodiy sog'lom holatini saqlay olmasa 3-dunyo urushini keltirib chiqishi mumkin dedi. 19-may Dünya Bankasının Beriton Ormanlıqı yığınida mablag' shohi deb nom olgan George Soros agar Xitoy iqtisodiy sog'lom holatini saqlay olmasa 3-dunyo urushini keltirib chiqishi mumkin dedi. Uning qarashicha, agar Xitoyning eksport orqali yurgiziladigan iqtisodni ichki ta'minlash orqali yurgiziladigan iqtisodga o'zgartirish tirishchanligi mag'lub bo'lsa, u holda Xitoy bir sirtqi to'qinishni keltirib chiqarish orqali davlatning birligini saqlab, hokimiyatini tutib qolishi mumkin. Agar Xitoy bilan Amerikaning ittifoqdoshlari, masalan, Yaponiya orasida to'qinish yuz berib qolsa, qilchi mubolag' qilmasdan shundoq deyishga bo'ldiki, biz 3-dunyo urushining boshlanish nuqtasiga kelib qolamiz. U Amerikani Dunyo pul fondi tashkilotining Xitoy xalq pulini alohida pul elish huquqi seviyasiga kirgizishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Bu albatta Xitoy puli bilan Amerika dollari orasidagi raqobatni keskinlashtirdi. Uning bildirishicha, buningga javob qaytarish yuzasidan Xitoymi mushuninga o'xshash yo'l qo'yib, qonun orqali idora qilishni qabul qilish qatorliq usullar orqali Xitoy iqtisodini isloh qilishi kerak ekan. Uning qarashicha, Xitoy xalq pulining bozorda erkin almashtirilishiga yo'l qo'yilsa, bu ikki cho'ng iqtisodiy sistema uchun unumli bir zanjirsimon ulash bo'ldi ekan. Bundaq bir kelishimni hosil qilish qiyin bo'lsa-mu, lekin boshqa tanlashlar yanada o'sal ahvolda ekan. Agar bundaq kelishim hosil qilinmasa, Xitoyning Rossiya bilan siyosiy va harbiy jihatdagi munosabatini kuchaytirish mumkinchiligi nihoyatda cho'ng ekan. Bundaq bo'lsa, 3-dunyo urushi portlash tahdidi reallikka aylandi ekan. Shu sababdan bundaq bir kelishim hosil qilishni sinab beqishga arziydi ekan. Uningdan boshqa Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi dengiz tindirib orol yasash faoliyatlarining ko'payishi Amerika va Sharqiy Janubiy Osiyo rayonidagi Xitoy bilan egilik huquq talash tortishi bor bo'lgan davlatlarning buningga qarshi inkas qaytarishiga ergashib, bir qism mutaxassislar siyosiy va harbiy jihatdan tahlil elib berib, Osiyo Tinch okean rayonining yangi bir navbatlik dunyo urushining maydoni bo'lib qolishidan andish qilayotganligini bildirmoqda. Amerika Xitoy bilan Rossiyaning harbiy kuchidan bearam bo'lmoqda. Xitoy bilan Rossiyaning yaqinqi yillardan buyon harbiy sohaga selayotgan keng ko'lamlik mablag'lari Amerikaning alohida diqqatini tortmoqda.
Amerika Xitoy bilan Rossiyaning harbiy kuchidan bearam bo'lmoqda. Xitoy bilan Rossiyaning yaqinqi yillardan buyon harbiy sohaga selayotgan keng ko'lamlik mablag'lari Amerikaning alohida diqqatini tortmoqda. Ijtimoiy taratqularda chiqqan xabarlarda bu vaqtda muni uchlarga o'rin ajratildi. Amerika generali Mark Velish Xitoyning harbiy kuchining kelgusida Amerikadan eshib ketishi mumkinligi haqida alohida eskartishdi bo'ldi. Amerika havo armiyasi generali Mark Velish Rossiya bilan Xitoyning zo'rayotgan harbiy ta'siri haqida Amerikani ogohlantirdi. General Mark Velish Virginia shtatidagi havo armiya bazasida elib borgan 3 kunlik ziyorati jarayonida Fox News xabar agentligining ziyoratini qabul qilib bayonot berdi. U so'zda Xitoy bilan Rossiya oldimizdagi 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan mezgilda harbiy iqtidorini oshirdi. Kelgusida dunyodagi o'xshash bo'lmagan davlatlarda Rossiya bilan Xitoyning yuqori darajalik askarlari bo'ldi dedi. Yaqinqi yillardan buyon amerikalik mas'ullar Xitoy bilan Rossiyaning harbiy kuchiga bo'lgan andishalarini tilga olishga boshladi. Xitoy harbiy xamjat uchun Amerikaga solishtirganda 3 hassa ko'p, Rossiya bo'lsa 7 hassa ko'p mablag' ajratmoqda. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kiler qıtımqa proqramımızı görüşkəcə sizlərlə Cənab-ı Allah'a tapşırırız. Esselamu aleykum və rahmetullah.